Qani qaysi birini ichsam ekan? Bularning xilma-xilligidan hammasini ichgisi keladi odamni. Qani yogurtligidan ichib ko'ramiz. Bismillah. Вообще zo'r mazasi. Ichidagi donlarga-yu voобще gap yo'q. Nima ichyapsiz? Voy, kim gapiryapti? Zilola sizmi? Ha, men Zilolaman. Storieslaringizda ham reklama qilib yotibsiz. Bizga ham uzatib yuboring. Men mo'gu suvlarni ichyapman. Eshitmadingizmi? Hozir hamma yoqda shu suvlarni maqtashyapti-ku. Mana ishonmasangiz, olib ichib ko'ring, uzatib yuboraman. O, zo'r ekan-ku. Ichida mevalar ham bor ekan. Ha, voy, ichida mevalari ham bor. 20-30% mevalardan tashkil topgan. Bu suvga o'zgacha ta'm beradi. Limonadli qattiq ekan. Mogu suvlari Tailandda ishlab chiqarilgan bo'lib, hozirda Yaponiya, Koreya, London, Rossiya shunga o'xshash katta mamlakatlarda eng sevimli suvga aylangan. Bu mogu suvlarning 20 xildan ortiq ta'mlari mavjud. Qarang, halol sertifikati ham bor ekan, ha? 100% halol, mana o'zini halol sertifikatiga ham ega. Buni ichishdan oldin yaxshilab chayqatib ichish kerak. Zilola, qalay, suvlar yoqdimi sizga? O'zingizni o't suffingizni ham qoldiring. Zulfiya, agar men chesniy o'tib etadigan bo'lsam, menga mazasi juda ham yoqdi. Bu narsalar yegisi kelib qoladi, ichgisi kelib qoladi, o'shalarni bosadigan narsa ekan. Ko'rdinglarmi, men sizlarga yomon narsa tavsiya qilmayman, olib ichib ko'ringlar.